Mahmud Qashqari maqollari 4-qism. Divanu lug'at turkdan ilingan. Tezak qadi yatmaz, yaxshi yomon ketilmaz. Töşük suda bilinar. Batur sepsizinar, dana yığında. Qaynam derya kechiksiz bo'lmas. Bu maqol biror ishda chorasizdan tingirqab qolgan kishiga tasalli berish uchun bu ishningmi chorasi tepilib qolar degan ma'nida aytilgan. Qiliqnay desa qizil kiyar, yaray desa yeshil kiyar. Xotinlarni erga doim xush muomillik bo'lishga undab aytildi. O't tütünsüz olmaz, yigit günahsız olmaz. Sapan vaqtida puxtuluq bo'lsa, haman vaqtida janjal bo'lmaz. Erindosh desa qaramapti, xudi desa qarapti. Qerla so'zi bika ketmez, tal chiviq bog' ketmez. Xonning ishi bo'lsa, xonimning ishi qilib turar. Yavaş bilen aytish eg'zingni ko'tarar. Eski bilen tang bo'lma, seni yerga qartar. Chunki seningdan o'tib ketgan taqdirdimi, yavaş odam ko'tarib ketadi. Tilamchiga ber ming yong'oq, tayong'ili ber tayoq. Bu jahonda yashab bo'lmas, chekmay japa. Halovatni ko'may dunyo tugar. Qağının qerisini kim biler, kişinin alisini kim tapar? Qağa derdini bilse, o muzu çoquydu. Uçi yuğurnup yatsa, tozaqtaki danğa yaqinlaşıdı. Tavğaşqanның torqısı tola, ölçmey piçmaz. Her qandaq işta puxtu bulup, israpçı qılmaslıqqa ündep aytildi. Bilimlik adamni izzetlep, sözünü işit. Haziltini ügünüp, işqa aşur. Uçurağanlı kişi öz bulmaz, yat bilen tuqqan tang bulmaz. Oğlum, ügüt neset algın. Bilimsizlikni ketküz. Kimning talqini bo'lsa, uningga shirni qatidi. Uydagi mo'zay öküz bo'lmas. Qirdagi qirg'ovulni o'layman deb, uydagi to'qoni qo'ldan chiqarib qo'yma. Yo'q narsani deb, qo'ldagi narsadan ayrilib qolma. Ko'say uzun bo'lsa, qo'l ko'ymas. Ishga yaraydigan odamlar ko'p bo'lsa, ish mangadi. Baxtsiz quduq kuchsa, qum yog'ar. Her qancha ahmaq bo'lsa-mu, hamro yaxshi. Her qancha agri bo'lsa-mu, yo'l yaxshi. Yer bosturqi tog', xalq bosturqi beg. Qachonki ansizlik ko'p bo'lsa, biliming yo'qildi. Quruq gapni to'liq qilsang, tomoq quriydi. Cho'q toshda o't bo'lmas, tozichoqda uyat bo'lmas. İşek bishim aman bo'lsa, dengizdan suv ichaman deydi ekan. Guristonda uy bo'lmas, to'polonda o bo'lmas. Hamon tepmek sündükning ish emas. Kuchi yetmay, cho'ng ishlarni xohlaydigan ojiz odamlarga qaratib aytildi.